Navbatdagi gunoh kabiraning nomi harom yeyish va haromdan topish deb nomlanadi. Alloh taolo Baqara surasining 188-oyatida shunday deydi: Mol dunyolaringizni oralaringizda nohaq, harom yo'llar bilan yemangiz. Ya'ni bir-biringizning molingizni, haqqingizni yemangiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilar: Ya'ni nohaq, yolg'on qasam bilan kishi birodarining molini o'ziniki qilib olishdan qaytardi. Birovning haqqini yeyish ikki xil bo'ladi. Zulm orqali, ya'ni tortib olish, xiyonat, o'g'rilik kabi, hazil va o'yin orqali, qimor va boshqa bekorchi ermaklar kabi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: ayrim kishilar Allohning moliga nohaq sho'ng'iydilar, qiyomat kunida ularga do'zax bo'lur. Buxoriy rivoyati. Payg'ambar alayhisalom aytganlar: bir kishi uzoq safar qiladi, soch to'zg'ib, ust-boshi g'ubor bo'ladi, qo'llarini osmonga cho'zib, ey Rabbim deydi. Holbuki yegani harom, ichgani harom, kiygani harom va haromdan oziqlangan. Shu bois uning duosi qanday ijobat bo'lsin. Muslim rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Albatta Alloh o'rtangizda rizqlaringizni taqsimlaganidek, xulqlaringizni ham taqsimlagandir. Albatta Alloh dunyoni yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rmagan bandalariga beraveradi. Dinni esa faqat yaxshi ko'rgan bandasigagina beradi. Alloh kimga dinni ato etgan bo'lsa, haqiqatda uni yaxshi ko'ribdi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, dili va tili musulmon bo'lmaguncha hech bir banda musulmon bo'lmaydi. To qo'shnisi bavoyiqidan omonda bo'lmagunicha iymonli bo'lmaydi. Bavoyiqi nima deb so'rashgan edi? Aldov va zulm dedilar-da davom etdilar. Qaysi bir banda haromdan mol topib, uni sadaqa qilsa qabul qilinmaydi. Infoq ihson qilsa barakasi bo'lmaydi. O'zidan keyin qoldirsa do'zax uchun hozirlagan ozuqasi bo'ladi. Aniqki, Alloh yomonlikni yomonlik bilan o'chirmaydi. Bil'aks, yomonlikni yaxshilik ila o'chiradi. Shubhasiz nopokni o'chirmaydi. Imom Ahmad va boshqalar rivoyati. Kasb ibn Ujra radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Ey Ka'b ibn Ujra, nohaq haromdan o'sgan go'sht, ya'ni jasad jannatga kirmaydi. Ibn Hibbon rivoyati. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xiroj to'laydigan g'ulomi quli bor edi. Abu Bakr uning xirojidan tanovvul qilar edi. Bir kuni u zot quli tomonidan olib kelingan taomni tanovvul qila boshladilar. G'ulom Abu Bakrdan so'radi: Bu nimaligini bilasizmi? Yo'q, u nima? Johiliyatda bir kishiga fol ochgan edim. Folbinlik yaxshi bo'lmagan, men uni aldagan edim. Haligi kishi yo'liqib, o'sha ishim uchun menga mana shu siz yegan narsani berdi degan edi. Abu Bakr qo'llarini og'izlariga tiqib, qorinlaridagi bor narsani qayt qilib tashladilar. Buxoriy rivoyati. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom aytdilar: Haromdan oziqlangan har bir jasad jannatga kirmaydi. Abu Ya'lo, Bazzor va boshqalar rivoyati. Rivoyat qilinadiki, dunyo halovatli, yam-yashil serhosil maskandir. Kimki unda halol mol topsa va uni o'rniga sarflasa, bu ishi uchun Alloh uni mukofotlaydi, jannatiga kiritadi. Kimki dunyoda haromdan mol topsa va noo'rin joyga sarflasa, Alloh uni do'zaxga tushiradi. Alloh va Rasulining moliga tajovuz qilganlar qiyomat kunida do'zaxga mahkum bo'ladi. Yana bir rivoyatda keladiki, kimda kim qayerdan mol topayotganiga e'tibor bermasa, Alloh ham uni qaysi eshigidan kirishiga e'tibor bermaydi. Shuningdek, kimki 10 dirhamga kiyim sotib olsa va pulning 1 dirhami haromdan topilgan bo'lsa, modomiki o'sha kiyim egnida ekan, Alloh uning namozini qabul qilmasligi rivoyat qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Sizlardan har bir kishi og'ziga tuproq solishi, harom luqma solishidan ko'ra xayrliroqdir. Yusuf ibn Asbot radhiyallohu anhu aytganlar: Agar bironta yigit ibodatga berilsa, shayton o'z yordamchilariga qaranglarchi, taomi qanday ekan deydi. Agar taomi yomon, ya'ni harom bo'lsa, shayton uni o'z holiga qo'yinglar, qiynalib harakat qilaversin. Sizlarga nafsi kifoya qiladi. Harom yeb turib qilayotgan xatti-harakati unga foyda bermaydi. Rivoyat qilinadiki, har kecha kunduz Baytul Maqdisda bir farishta kim harom narsa yesa, Alloh undan nafl ibodatlarni ham, farz ibodatlarni ham qabul qilmaydi deb nido qiladi. Abdulloh ibn Muborak aytganlar: Shubhali bir dirhamni rad etishim 100 ming dirham sadaqa qilishimdan ko'ra menga afzalroqdir. Vahib ibn Vard aytdilar: Garchi ustundek qoyim bo'lsang ham, to qoriningga halolmi yoki harommi nima kirayotganini qaramas ekansan, foydasi yo'qdir.
Ibn Abbosning bu xususdagi so'zlariga quloq tuting. Alloh taologa tavba qilmagunicha qornida harom luqmasi bo'lgan kishining namozini Alloh qabul qilmaydi. Sufyon Savriy radhiyallohu anhu aytganlarki, kimda kim toat ibodatga harom narsani infoq ehson qilsa, xuddi kiyimni bavul ila poklagandek bo'ladi. Kiyimni faqatgina suv poklaydi, gunohini esa faqatgina sababli amal yuvadi. Umar radhiyallohu anhu dan: biz harom ish qilishdan qo'rqib 10 ta haloldan 9 tasini tark qilardik. Rivoyat qilinishicha, kim harom mol dunyo bilan haj qilsa va labbayka desa, bir farishta senga labbayka bo'lmasin, hajing marduddir, ya'ni maqbul emas deydi. Solihlardan biri vafot etgandan so'ng bir kishi uni tushida ko'rib, Alloh sizga qanday muomala qildi deb so'ragan ekan. U kishi yaxshi, biroq men birovdan qarzga igna olib qaytarmagan edim. Shu igna tufayli jannatga kira olmay turibman deb javob beribdi. Ulamolar fatvolarida quyidagi so'zlar bor: xoin, aldoqchi, o'g'ri, battol, foiz oluvchi, ya'ni sudxo'r va beruvchi, yetim molini yeyuvchi, yolg'on guvohlik beruvchi, qarzga biron narsa olib undan tonuvchi, poraxo'r, o'lchov va tarozdan urib qoluvchi, molining aybini yashirib sotuvchi, qimorboz, sehrgar, munajjim, musavvir, fohisha, dod solib yig'lovchi, sotuvchidan so'ramay haqqini olib qoluvchi, dallol va hur ozod odamni sotib pulini yeyuvchi kimsalar ham boshqalarning haqqini nohaq yeyuvchilar sirasiga kiradi.